hicran gülü. Tang eltisi bo'lgan xo'razlarning so'zib chillashlari qarang'u girimsallikida so'g'uq chaqnab turgan poyansiz taklamakonning yon bag'ri bo'stonligiga joylashgan bu kichik yurtni asta uyg'otishga boshladi. Bir-biriga yondosh silingan uylarning chiroqlari yiqilib, kunduzlik hayotning boshlanganligidan derak berdi. Nimancha baldır turib olding qizim? Salima hujr uydan chiqib, oshxonada nashtliq tayyorlayotgan Ruxsarni ko'rib, mamnun bo'lib so'radi. Ruxsar onasiga atdiganki quyoshning mehrlik shafaqidek kulib qo'yib, "Ana, bugungi nashtliqni o'z qo'lim bilan etib, dadamga, sizga, yana mening omoq qo'zamga bergim bor. Şuna siz tuğuca turvagan edi." Salima qizining gaplarini anglab, ko'nglida qizidan faxrlandi. O'zining odamning ko'nglini tushundigan aqlli qiz tuqqanidan faxrlandi. Biroq Ruxsarning go'yo bir qushdek bu yerdan jiroq-jiroqlarga, bu etiki tar, ammo sap muhabbat singan go'zal sahrodan Ali bilim yurtiga qarab uchib ketmoqchi bo'g'inni o'ylab, turmushning ochiq chuchuklari sovg'a qilgan, yum qo'riq bosgan yuzida jilva qilgan faxrlanish kulkisi sodda qalbidagi ashu uchirma qushdekla uchib ketdi. Ruxsarning onasining tuyuqsiz o'ziga qarab turib qolganidan ko'ngli bir nimalarni sezib, Silva beliga xo'ymi yarashgan peshtamanni yeshib o'rniga qo'ydi-da, asta kelib Salimaning bo'ynidan quchoqlab oldi. "Nim bo'ldi qizim?" "Hech nima, opa. Amsi tuyuqsizlar bundaq qilib meni gangirtib qo'yding-ku. Opa, bo'ldi so'zlama. Sizni mushundaq birdan quchoqlab turvag'im bor." Ruxsar bu so'zlarni dab bo'g'icha ko'zlarida lig'irlab qolgan yosh yuzlarini bo'ylab Salimaning oqarishga boshlagan sochlarini namdadi. Salima qiziga hech nima demadi. Ko'zlaridan qiyolmaslik yoshlarini to'kib, onalik mehri bilan uchish oldida turgan qizini uzoqcha quchoqladi. Saharda Ruxsarning ota-onasidan, omoq singlisidan ayrilishga qiymay, necha yig'lab turib tayyorlagan nashtliqini yeb bo'lgandan keyin Sadir Ravab texi yengli setib olgan 3 chaqliq toksikletni pakka surtib, eshik oldiga olib chiqib to'xtatdi. Salima Ruxsarning "Voy opa, bu ko'plarni biz bir yoz o'ltirib serigan, bo'ldi sammang" deginiga unimay, mehmonxona uydan chiroyli qatlangan jigarrang mamuq ko'plarni ep chiqib, toksiklet kozobkasiga soldi. "Ada, dostonga ketamsan. Ketmasang zoti bo'lmamdi. Bugun kelsam, qachon kelasan?" Ruxsarning so'zimrang chamodanni kozubqa besishiga xeyligacha hangviqib qarab turgan Gulzar eg'izini o'mchaytgunicha hadisining qo'liga esilib turib so'radi. Singlisining suoli o'zini aran tutib turgan Ruxsarning ko'nglini yerib qilib qo'ydi. Sadir Ravab bilan Salimamu bir-biriga qarag'anicha turibli qoldi. Bir go'da qizning soddalik bilan so'ragan suoli ularning yuragini yana bir qitim yig'latgan edi. "Aha, nim deydigansan omoq singlim? Kim deydi meni kelmaydi deb? Ta'tilda kelmangu." "Rost kelasan, hada, meni oldimagansan?" "Sen omoq qozamni oldig'ili bo'ladimi?" Ruxsar
Gülzarning do'msaygan yuzlariga suyib qo'yib, uni ko'sibqiga oldi. Toksikletning iyon shamollarga agishib 2 soatdan ortiqroq mengishi bilan ular poyezd stansiyasiga yetib keldi. Qizim, Mo'shtab, sana nimalarni deyishimni faqatla bilolmadim. Sen yenimdan uchish oldida turibsan. Mo'shtamir ejderhaga o'ltirganingdan boshlab, sen mustaqil yashashning birinchi qadamini olasan. Sana deydiganim, o'zingga 100 kiloligidek odam bo'lgin. Sadir Ravot qizining chamadonini ko'zibdan og'ach shulani dedi. Ruxsar dadasining titrab chiqqan so'zlarini anglab, burni vishchida etishdi. O'ziga saq 19 yil otaliq mehrini bergan bir tog'dek yulanchikining yurak so'zlari uning yuragini titratdi. Xotirjam bo'ling dada. Qizingiz sizni hargizmi noumid qo'ymaydi. Ruxsar faqat shularni deyaladi. Anasiga esilib, o'ksib yig'ladi. Salimaning qiziq deydigan yurak so'zlari shuncha jiq bo'lsa-mu, ammo yaqin suvdek to'kilayotgan yoshlari uni faqat poyezd qo'zg'alib bo'lguncha qizini quchoqlab yig'lashga majbur qildi. Bo'ldi qiysla onasi. Qizimiz bosganmas yaga mangmadi. O'qishga mangdi. To'li yig'lab, uni besaramjon qilib etdilar. Qizi bilan ayolining yig'lashiga qarab chidab bo'lamagan Sadir Ravot bo'm ovozda so'zlab, texicha yig'layotgan Salimani to'xtatdi. Bo'ldi qizim, mangin. Poyezd qo'zg'alishqimi? Ozla qopdi. Sadir Ravot qiziga oxirgi qatim to'yg'idek qarab elib, chamadonni Ruxsarga uzatdi. Xo'sh dada. Xo'sh opa. Aman bo'linglar. Xo'sh Gulzar. Yaxshi o'qig'in. Xo'sh qizim. Oq yo'l bo'lsin. Aman bo'lg'in. Xo'sh ada. Seni sevg'inaman. Ruxsar otasiga, anasiga, o'maq singlisi Gulzarga qiyolmaslikda necha daqiqa tikilib qaragandan keyin bilet tashirtish o'rniga mangdi. Ruxsar ada, va'damda turib cho'qim qaytib kel. Seni saqlayman. Ruxsar belitini tashirtib bo'lishiga bayatdan beri uningga bir eg'izmi gap qilmagan Gulzarning qo'llarini pulanglatib turib tovlishi Ruxsarning ichini seriltirdi. Xotirjam bo'linglar. Ruxsar sizlarni hargiz yerga qaratmaydi. Xotirjam bo'lsinglar. Ochang cho'qib qaytib keladi. Qaytib kelganida seni ko'tarib, men senga burunqidek suyib qo'ydi. Ruxsar poyezdga chiqib, o'rnida o'ltirib, derazadan bag'an sira jiraqda, to'limi jiraqda qilayotgan ota-onasiga, singlisiga shivirladi. Poyezd manzilga qarab bir xil sur'atda mengayotdi. Ruxsar bo'lsa, tunji qitimliq uzun safarning hardiqida asta-asta uyquga ketdi. Poyezdagi yo'lovchilar poyezd darisiga yo'linib qiysayganicha uyquga ketgan bu qizga diqqatini og'dirgan yoki og'dirmagani noma'lum. Faqat ma'lum bo'lgani Ruxsar tushlarida ayrilganiga 2 soatmi bo'lmagan jirtini seg'inmoqda edi. Aranglarda qaysinglar jiddiy qutqizishni bilasizlar. Poyezd kutkichisining tuyuqsiz so'rishi o'z ishlari bilan mashg'ul bo'layotgan yo'lovchilarning diqqatini bo'ldi. Qaysinglar bilasizlar. Kutkichi qiz o'ziga hech anqiralmagandek qarayotgan yo'lovchilardan yana bir qitim so'radi. Yo'lovchilarning ko'pinchisi
beshini chayqab, kutkuchi qizning umidda tikilgan ko'zlariga ma'yuslik bilan javob qaytardi. Ba'zilarning chiroyida kutkuchi qizning suzuk yuzida jilvalangan tamtarash va g'uduqish paydo bo'ldi. Kechirsiz, xolasingiz men sinab baqsam bo'lamdi. Tuyuqsiz chiqqan umid so'zlari kutkuchi qizni oldingi o'rinda o'ltirgan, moda kiyinib olgan ikki chet ellikni apsig'i esilib to'xtamay qayg'ishlik qilayotgan 5-6 yoshlardagi o'maq qizni orqaga qaratqizdi. Bo'ladi. Qani men bilan yuring. Kutkuchi qiz ichidan chiqayotgan xo'shallik tapti bilan o'zining suolidan allaqachon uyg'onib ketgan Ruxsarning oldiga keldi. Ruxsar o'ziga tikilib turgan jup ko'zlardan xijil bo'lib, yaga qaragan peti kutkuchining kaynidan agishib, oldi vagonga chiqib ketdi. Poyezddagi yo'lovchilar oddiy-sodda kiyingan, jalbkor, o'zlari uchun notanish bo'lgan Ruxsarning kaynidan opirin hislari bilan yaga qarab qilishdi. Bemor oldingi vagonda tuyuqsiz hushidan ketib qoldi. Biz nima qilarimizni bilmay, bakla jiddiylashgandik. Kutkuchi qiz cho'ng-cho'ng chamdab mang'ach o'ziga yaqin mengayotgan Ruxsarga dedi. Poyezd doktorichi, biz bilmadik, 10 minutning oldida batdi. Keyin mushtaq ahvol chiqqanda topolmadik. Qaraganda oyoq tarafdagi vagonga ketgan o'xshaydi. Ular yana ikki vagondan o'tib, ikki kutkuchi qiz aloqasida bo'lgan holda sun'iy nafaslantirish harakatlarini ishlayotgan bemorning qishig'iga keldi. Qizlar Ruxsarni ko'rib, o'rnidan turib yo'l berdi. Uch qizning ko'zlarida umid uchqunlari chaqnadi. Ruxsar zo'ngziyib, eg'izidan to'xtamay ko'pik yeniyotgan, yuzlari tatirib, o'z aksini yo'qotgan 19-20 yoshlar chamasidagi suzuk chiroy qizga tafsiliy qaradi. Bu qizning yurak kesiliga o'xshaydi. Eg'izidan ko'pik yong'ini qaraganda ahvoli jiddiy. Ruxsar o'shsiz yotgan qizning eg'izidagi ko'piklarni surtgach, beshida ansirashda qarayotgan qizlarga qaradi. Bu gapni anglab, Ruxsarni boshlab kirgan qiz yig'lamsirgan holda: "Undaqda qanday qilamiz? Agar bir xatarlik ahvol yuz bersa, buning mas'uliyati bizga keladi." "Bo'ldi, ansirman." Ruxsar qizni xotirjam qilg'ach so'radi. "Sizlar bu qizning biroz so'mka degandek narsalarning boy yo'qligini bilamsizlar?" 3 kutkuchi qiz bir-biriga qarashdi. Daqiqa qarashlardan keyin oqsariq kiygan qiz duduqlab turib: "Men ko'rgan. O aylanib ketishning oldida uningga bir istakon qahva olib chiqib bergan edim. Qarasam o qiz esilzodlarda qilib edi. Aylanib ketganda men uning sumkasining patparaqchilikda tushib ketib, bizga ovozchilik etganmisin deb vagonning saqlash o'rniga olib chiqib qo'ygandim." "Voy, amsiz chiqmamsan?" Ruxsarga qizga qarab, eg'sini o'malatib bo'g'icha jiddilashib aran turgan ikki kutkuchi qiz tangla oqsariq qizga vaqirdi. "Mana bu sumka mushaxan qizning." Minut o'tmayla oqsariq qiz tiniq ko'k ranglik, ko'rinishda dangliq markalik ekanligi chiqib turadigan sumkani Ruxsarga uzatdi. Ruxsar sumkani elib tezlikda ichini aqtirishga boshladi. Kutkuchi qizlar Ruxsarning beshida xuddi otasining bayramlik pul berishini to'rt ko'zi bilan kutayotgandek go'daklarga o'xshab qolgan edi. "Dal mushu, oxiri topdim." Ruxsar bir-biridan qimmat baholiq har xil shakldagi grim qutilari orasidan boshmaldoq cho'nliqidagi bir qutini elib, tashqi o'ralmasiga necha daqiqa qaravatgandan keyin quti eg'izini ochib, cho'nliqi mashtin sal cho'ngroq 3 tabletkani quti eg'iziga oldida behush yotgan qizning beshini tizig'i elib, uning to'xtamay midirlayotgan qizil lav suruqiga aksicha holda ko'kirib ketgan lavlarni yemirib, dorini ichirib etdi.
Onungacha aqseriq qiz bir istakan qaynoq suv ep kelib Ruxsarga berdi. Ruxsar qaynoq suvni quti eg'ziga bo'lib, tuvlab suvitib qizga ichirdi. O'shiga keldi. Oxir o'shiga keldi. 4-chi qatim ichirganda ko'zini lipmi qilib qo'ymay yotgan qiz o'shiga kelib ko'zini ochdi. Buni ko'rib, 3 kutkichi qiz xo'shalliqdan vaqirayotgan edi. Shu tap ularning bu holati dadasidan 4 ko'zi bilan kutgan bayramlik pulni elib, sakrishib ketgan shodimon bolalarga o'xshab qolgan edi. Bak yaxshi bo'ldi. Anim bo'lsa, somkingizda doringiz bor ekan. Ruxsar andala hushiga kelib, o'ziga gangirgan peti qarab turgan qizni asta yo'lab, yenidagi bo'sh o'ringa o'ltirg'izg'ash dedi. Ruxsarning gapidan hammani tushungan qiz minnatdorlik uchqunlari pildirlagan ko'zlarini Ruxsarning xijillikdan shalpardak qizargan yuziga tikdi. Sizga ko'p rahmat singlim. Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, men bu mas'uliyatdan qechib qutula olmaydim. Ko'p o'tmayla ularning yanida doktorlik kiyimi kiygan 30 yosh bir er paydo bo'lib, kutkichi qizlardan ahvolni uqib, Ruxsarga yenishlab rahmat aytdi. Ruxsar o'zining qilgan kichikkina yordami uchun bunchalik minnatdorlik so'zlarini anglayman deb o'ylabmi baqmag'ashqimiki, bag'atsiri qizirib ketgan edi. Mana doktormi keldi. Ahvolingiz texi turaqlashmadi. Shunga yaxshi aram eling ha. Bu yerdan tezroq ketish uchun Ruxsar kulib turgan qizlarga shularni deb mengishga tamshilib edi. Uning mangmoqchi bo'g'inni ko'rgan qiz Ruxsarning belikidan kapla tutib olib, "Sizga texi rahmat aytqidek bo'lmadim. Ketaman demay o'ltiring, birdan paranglashayli. Mening ismim Adila. O'zim o'quvchi." Menmi o'quvchi? dedi Ruxsar Adilaning buncha ochiq yo'riqlik bilan o'zini tanishtirishidan sal qo'rnibroq. Voy, qaranglar bu qizning xijil bo'lib ketganini. Bo'ldi qo'rinning-a. Meni yaqin do'stim deb bilib, erkin bo'lingchi. Adila Ruxsar ikkisiga qarab turgan kutkichi qizlarga qarab kulib qo'yib, Ruxsarning qo'lidan tatibla yenida o'ltirg'izdi. Adilaning shaytonlarcha qiliqi qizlarni kuldiribdi. Güppida o'rilgan kishlik atir puruqi Ruxsarning burnini g'idiqlab, ko'nglini bearam qildi. Baya jiddichilikda purmagan puroq amdilikda sahroning sap havosi badanlariga, ko'ngillarga o'rnab, Ruxsarning jismiga qahrdan qishdiki, qarliq tog'lardagi, so'g'uq dalalardagi och bo'rilardek tajovuz qilib kirdi. Sizmi o'quvchimi? Ha, bu yil to'liq o'tirib bitirdim. Ha, rost. Ismingiz-chi? Ruxsar baya bakla ko'rinib ketdimi? Aytavur, o'zining ismini aytishnimi unutib qolgan edi. Ismim Ruxsar. Ruxsar yana bir qatim qizirib turib javob berdi. Ruxsar? Nemachi tatli qizim bu? Ruxsar. Adila Ruxsarni erkin qilish uchun uni atay qichiqdab qo'ydi. Qidig'i keldimi yoki Adilaning tashabbuskorligi o'ziga qaratdimi tang, Ruxsarmi echilib kuldi. Ularning qiliqiga qarab vagondagi yo'lovchilar anqiralmaslik, tushunmaslik bilan tabassum qildi. Ularning chiroyida jilvalangan o'sha gadirmash tabassumlarda Ruxsarga bo'lgan opirin va maqtashning aks etkinni Adila his qildi. Ha, rost Ruxsar, belimingizga bekli qoyil bo'ldim-jimi? Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, mening ahvolim chatoq bo'ladi ekan. Xeyli bir chaqqicha tag'dan bag'dan paranglashib o'ltirib, qig'ili gap chiqmay jimib qolgan Adila tuyuqsiz so'rab qoldi.
Yaqay, onchilikmi deb ketgili bo'lmaydi. Shu to'liqotlikda o'qiyotgan chaqlarimda yezimizdagi bir ambulatoriyada ishga ta'til turgan edi. Shu chaqda o'rgangan jiddiy qutqazish degandek odatdagi bilimlarni. Ha, mana endi qoyil bo'lmasam bo'lmaydi-jimu sizga. Bekli tirishchankansiz. Ish qilib, menga undaq qilish tugul, uy yig'ishtirishmi og'ir keladi? Ikkisi tangni kulishdi. Ammo bu kulishlarda ifodalangan ma'no boshqacha edi. Adila xo'shal bo'lib kulgan bo'lsa, Ruxsar hayronman. Qandaqmi bir qiz uy ishlaridan zerikadigandu, deb hayronlik eligida kuldi. Bu hayronlik uning bu safarga otlanib yo'liqqan tunji hayronligi edi. Hay Ruxsar, Adila chanoqlardan yosh chiqqichi kulib to'xtagandan keyin allaqandoq o'ylarga cho'kib ketayotgan Ruxsardan so'radi. Qarasam, sizmi menga o'xshash oliy maktabga safar qilgandek tursiz-ku? Qaysi maktabga o'tibsiz? Xinjiang universitetining matematika fakultetiga. Nima? Sizmi Xinjiang universitetiga o'tibsizmi? Ha. Ruxsar Adilaning hayronlikdan chekchaygan qumorliq ko'ziga biror ish bo'lmagandi degan tarzda qaradi. Bak yaxshi bo'ldi. Menmi Xinjiang universitetiga o'tgan. Bizda taqdir uchrashtirganlar ekanmiz. Yo'q, kasal uchrashtirganlar deyli. Ola yana kuldi. Ruxsar bu qitim ichidan chiqarib, uchtaylari o'zligida kulgan edi. Kulishlardan keyin Ruxsar sho'x, bakli ochiq yo'ruq, ammo bir yerlari o'ziga yoqmagandek tuyulgan Adilaning o'zi bilan bir maktabdosh ekanligidan hayron qoldi. Qarasila butun turqidan moda, silkisa hamma yeridan o'yin tomosha. Kulki chaqchaqning huzuri to'kilib turadigan Adilaning Xinjiang universitetiga o'tishi Ruxsarga go'yo bir mo'jizadek bilindi. Oningcha bo'lganda Adila bundoq go'zal turqi, sho'x jazibdorligi bilan oliy maktabda o'qish emas, balki televizorda ancha-muncha ko'zga cheliqib qoladigan tannoz modellarga bakrak mos keladi. Birer soatga yaqin kulki chaqchaq va bosh oyog'i yo'q gaplardan keyin Ruxsar Adilaning telefon nomeri yozilgan kichik varaqchini yanchiqig'iga selib, o'z o'rniga qaytib chiqdi. O'rnida o'ltirib, o'zini bilmagan holda xiyollarga asir bo'ldi. 2 soat ichida yuz bergan tuyuqsiz ishlar. Yeliqi kutkichi qizning "Aranglarda qaysinglar jiddiy qutqizishni bilasizlar?" degan shu jiddiylik va huduqish bezalgan bir jumla so'z qarishi shuncha oddiy sodda oq ko'ngil sahra qizining chang to'zonsiz qalbiga yangicha hislarni mayin ko'z shamilidek ilib kirgan edi. Ruxsar o'zimi nervlarida aks bo'layotgan xayollardan hayron qoldi. Onun ko'zlaridan sual bo'lib chaqnayotgan gangarash va turg'unlikqa bo'lgan yangicha talpinish, o'zimi qanchalik jiroqlikda qolganligini his qilib yetolmaydigan shu go'zal sahroyiga kangri osmondagi oppoq bulutlardek uchirdi. 2 qism. 2 soat ichida yuz bergan tuyuqsiz ishlar. Yeliqi kutkichi qizning "Aranglarda qaysinglar jiddiy qutqizishni bilasizlar?" degan shu jiddiylik va huduqish bezalgan bir jumla so'z qarishi shuncha oddiy sodda oq ko'ngil sahra qizining chang to'zonsiz qalbiga yangicha hislarni mayin ko'z shamilidek ilib kirgan edi. Ruxsar o'zimi nervlarida aks bo'layotgan xayollardan hayron qoldi. Onun ko'zlaridan sual bo'lib chaqnayotgan gangarash va turg'unlikqa bo'lgan yangicha talpinish,
o'zimi qanchalik jiroqlikda qolganligini his qilib yetolmaydigan shu go'zal sahroyiga kangri osmondagi oppoq bulutlardek uchirdi. Dada, men bu yerda nima ish qilaman? Qarang'a, ol chiroyli opash kim? Bu Ruxsarning dadasidan go'daklik bilan so'ragan savoli. Shu kuni Sadir Ravab uning yo'miran qo'llarini zirik alqanlarda ching tutqunicha tunji qitim maktab bo'sug'isidan atlatqizgan edi. Qizim, bu yer degan ajoyib sehrlik makon. Sen bu yerda momang aytib berdigan uchar gilam, echil dasturxon, o'rtoqmoq degan cho'chaklarni anglay olaysan. Texi o'zingga o'xshash kichik, omoq do'stlaring bilan do'st bo'lib, jiq o'yinlarni o'ynay olaysan. Avu chiroyli opash mualliming bo'ladi. Sen endi shu muallimning qo'lida yaxshi o'qiysan. Rasmi dada? Men bu yerda o'yin o'ynasammi bo'lamda? Albatta qizim. Ruxsarning xiyol ekranidan bu ko'rinishlar lipildab o'tganda miyig'ida kulib qo'ydi. O'zining go'dak chaqlardagi tatliqligiga, omoqligiga masligi keldi. Apa, bugun sizga deydigan xo'sh xabarim bor. Men o'tibdiman. Markaziy to'liq sizga o'tibdiman. Rasma qizi? Apa, bizning sinfdan faqat 2 o'tibdimiz. Bek faxrlanyapman, apa. Bu Ruxsarning Salimani quchoqlab, mingziga yenishlab suyib turib deganlari. Shu chaqda Ruxsarning sinf mudiri uni hamma saboqdoshlarining oldida maqtagan edi. Chunki u o'z kanti bo'yicha eng yuqori nomer bilan markaziy o'ttirga o'tdi. Bu xo'sh xabarni Salima anglag'anida xo'shalligidan jiyaklaridagi yoshlarini yengining uchi bilan surtdi. Sadir Ravab bo'lsa, bizini tashqi surkab tizlayotgan uzun yillik hamrohi bo'lgan 2 to'shaklik katminini ho'ylining o'ttirsida yediyib turgan qiyri o'rikka yo'lab qo'yib, faxrlanish bilan qiziga qaradi. Uning ko'zlariga qizi uyning to'riga esib qo'yilgan ashi ravobidek mo'ngluq ko'rindi. Sadir Ravab desa jinini beradigan odam edi. Qishning qahrton kunlari mahallada mashrat yoki to'y to'kin bo'ladigan bo'lsa, qarbosh qo'yning terisidan tikilgan juvusini silib tashlab, ko'nglakchan ravab chalatdi. Uning chalgan ravobi baklo mo'ngluq chiqatdi. Go'yo qadim tarixning qum ostiga ko'milgan izlari kuyga aylangandek hammani o'ziga qaratdi. Sadir Ravabning ravobidan chiqqan kuy yurt mahalla uchun, Salima uchun xo'shallik to'kilib turadigan xislatlik qopoq edi. Shunglashqimi yurtda Sadir Ravab desa, uni tonimaydiganlarni topqilimi bo'lmaydi. Ruxsar xiyol ekranida mangulik ruhiy yo'lanchiki bo'lgan xushchaqchaq ta'tir ustixon bom ovoz dadasini ko'yginida o'zini tuta olmay yig'lab tashladi. Shu tap uning bir qushqa aylang'usi kang g'ulashlab ko'pkek osmonni yerib, kuchqi mehr muhabbat bilan to'lgan ona sahroyiga qaytqusi keldi. Ammo u dadasining bir ömür yurak qetig'i o'rnab ketgudek qilib aytgan so'zini o'ylab, bu shirin xiyolidan yoltaydi. Yoshlarni to'xtatib, buningdan 3 yil avvalgi o'tmishni varaqlashga boshladi. Sadiraxon, qiz bolani o'qitib nima qilala? Men qilgan bilanmi, qiz bola degan homini taloning odami bo'ladi. Elimi to'liqsizda putkazgich o'qitla. Endi to'liq o'ttirdim o'qitaman deslar, toza muvofiq bo'lmasmikin? Odatimiz bo'yicha bo'lgandimi, Ruxsar qizni g'achchida o'ylab, to'yni qilib qo'ysak yaxshi bo'ladi. To'liqsizni a'lo natija bilan putirib,
to'liq o'tirda o'qishning shirin xiyolini surayotgan Ruxsar bir kuni do'stlarining uyiga berib kelib, mehmonxona uyida turgan mahallaning cho'nglari va udul qo'shnisi Qodir tag'ini ko'rib, ajablangan holda hujra uyga kirib ketib, ichida pitirayotgan qiziqish bilan mehmonxona uyining yon eshigiga quloqini yaqdi. Afsus, Qodir tag'ining degan gaplarini anglab, hayron bo'lganidan yadila o'ltirib qoldi. Nima? To'y? Ruxsarning chin qilgan nervlarida to'y degan bu qabohatlik so'z uningga yovuzlarcha qarab etildi. Әмділі 17 yaşının qarşısını alğan, qızlıq g'urur, haya və sülkətinin çoqanı qiyaslanğan yürügədə açıq bir ələm yalt qılıb öşdü. Nima? Nim dediler Qodir axun? Əmdila 17 yaşqa kirgilivatqan qızımni sizga qo'shqollab sunamdi men? Yana kelib, sizning necha ajrashib, eti chiqqan ashu aroqkash o'g'illarga. Tehe odatimiz deyli. Sey, qurib ketsin undaq odat. Anglab qolsa Qodir axun, men qizimni o'qitaman. Nagich o'qiyman desa, besotimni setib bo'lsimi o'qitaman. Besotim yetmasa, qenimni bo'lsimi sotaman. Dadamning g'azabdan titrangi ovozi degan gaplarni Ruxsar aniq angladi. Onun yuragi dadasiga bo'lgan ajoyib yuksak hurmat va illiqlikni his qilgan edi. Undaq deb ketmislar Sadiraxon. Kunlar tehe uzoq. Silningmi oldimga kirib qoladigan kunlar bo'lib qolarmikin? Gerçi o'g'lam aroqkash bo'lsa-mu, mahallada qichorsi eti, qissa sepa yigit. Uning ustiga o'g'lamning qizlari Ruxsariga ko'ngli bor ekan. Shunga o'ylashib baxtsizmikin? Bo'ldi bas Qodir axun. Bundaq ahonatlik ishning o'ylashqidek hech yeri yo'q. Baya anglamadimi? Men sizga qizimni o'qitaman dedim. Hey, bundaq baldur qaror chiqarib etmisli bo'ladi Sadiraxon. Öyleriga kelgan omad qushini o'zlari chomma etib uchirib etadigan bo'ldi-da. Omad qushimish. O'g'illari omad qush bo'ladigan bo'lsa, berib, tövendiki mahalladagi o'g'illar sabablik to'liq qolgan bechora Oyim Sagulxonning beshiga qo'nib, shuni baxtli qilsin. Bechora mazlum o'g'illarini kechirib etsa, ajab emas. Bo'ldi qisla Qodir axun. Qaytayli. Sadiranning bu ishqa ma'qulligi yo'q ekan. Allı kimlarning Qodir axunga hay berishlaridan Ruxsar otasining qizig'i bo'lgan mehribonlik yoshiringan jahilligi bilan o'zining hayotini mazgilsiz xazon qilmoqchi bo'lgan bir to'p nodonlarni bo'ysundirganini bildi. Qanislar Salimxon, mehmonlarni o'zitib qo'ysizlar. Sadir Ravab Salimaga g'o'donshigan nervlarining ochiq inkasida buyruq qilganicha mehmonxonadan chiqdi. Ruxsarmi chiqdi. Uning ko'zlari yig'idan qizargan edi. Sadir Ravab Ruxsarga qarabla uning hamma gaplarni anglaganini bildi. Qiziga gap qilmoqchi bo'ldi-yu, ammo bo'g'ziga bir narsa kaplashib qolgandek og'zini o'manliginicha turib qoldi. Tog' kayniga petishga boshlagan quyoshning oxirgi shafaq nurida misdak chiroyi g'azabdan sus titirmoqda edi. Dada, sizdan faxrlanaman. Ruxsar otasining nodonlar oldida pukilmay, misoli chinordek turgan qaddiga bir hazog'icha qaragandan keyin o'qdak yugurib borgan peti o'zini otasining illiq bag'riga atdi. Qodir axunlarni o'stib qo'yib kirgan Salima o'ylaning o'ttirsida dadasini quchoqlab, o'ksib yig'layotgan qiziga qarab, yuragi suv bo'ldi. O'zini tutib ololmay yig'layotdi.
maktabdan amdili kelgan Gulzor ko'z oldidagi ishlarga qarab hayron bo'lgan holda birdan turgandan keyin pammada yig'lab tashladi. Texi bu yillar birinchi yillikqa chiqqan singlisining sattilacha yig'lishi ruxsarni suyundirib amroqligini keltirdi. Senmi kela Gulzor? Gulzor hadisining tovlashidan cho'chib damolliqqa turib qoldi-yu, ammo ruxsarning o'ziga qarab quchoq ochqinni ko'rganida beliqdek piltinglab bag'inicha hadisini quchoqlab oldi. Musha tapda ular go'yo ko'z yetkusiz muzliqda otasining haroratlik bag'riga o'zlarini chingmida yaqqan kichik sayyohlarning o'zili bo'lgan edi. Ayt-hoyt degicha ruxsarning to'liq o'tirdiki o'qishimi Sadir Ravobning Salimaning nurg'un tanqislar to'shigidan necha qitimlab o'tishi bilan yaxshi natijada tamomlandi. Albatta, ruxsarning to'liq o'tirda o'qishi sababli mahallada oz bo'lmagan so'zlar bo'lindi. Qodir axunlarga o'xshash davrning kaynida otam zamonisidan qolgan deb koni muqomlarni tovlab jirdiganlar tayoqdan qo'rqib beshini kameradan andasanda chiqarib qo'ydigan zaharlik jilallardan Sadir Ravobga mashtirini urganmi bo'ldi. Ammo ularning qilganlari dartmulab turib deganlari Sadir Ravobning g'azablik bir beqishi bilan pasayib qoladi. Pasayishlardan keyin vaqtsiz qavab qo'ydigan lalma ishlardek qavaydiganlarning Sadir Ravobning achchig'ini keltirganini hisobga olmaganda 3 yil tep-tinch o'tdi. Biroq ko'nglida poklik va oq ko'ngillikning sultonini qibla qilgan jafokash dehqon o'tgan mushu tep-tinch yillarning kunlarning birida qizining parlaq natijasiga aylanib hosil berdig'iniga shaksiz ishonadi. Bir tutash ilingan oliy maktab imtihonidan keyin ruxsar o'z nahiyasi bo'yicha eng yuqori nomer elib o'zi arzu qilgan maktabga o'tdi. Onun nomeri yuqori bo'lg'ashqa Sadir Ravob bilan Salimaning beshida o't bo'lib kuyayotgan 5 yillik oliy maktab xarajati haqsiz o'qish degan so'z bilan nalagudo yo'qoldi. Ruxsarning bundaq sharaf quchishi nahiylik rahbarlarni qoyil qildi bo'lg'ay, munosabatlik o'rinlar uning oliy maktabda o'qish uchun ketadigan barliq rasxotlarni ko'taribdi. Bir kuni Sadir Ravob o'zim tanliq qo'ylisida Ravobini mingloq kuyga tangshab turadi. To'satdan uyga qodir sifat kishilardan 4-5 kirib keldi. Sadir Ravob ham xush bo'lgan, ham tengirqigan holda ular bilan ko'rishib, o'ylig'i ko'p saldi. Bular nahiyaning cho'ng rahbarlari bo'lib, ruxsarning natijasini uqqandan keyin alaydan hal so'rag'ili va shunchalik aqlli qizni tarbiyalagan aqlli qizning ota-onasini ko'rgili alaydan chiqqan edi. Sadir Ravob ularning kim kishilar ekanligini uqqanida puti ko'ygan to'xudek u yoqdan bu yoqqa mangdi. Mehmonxona uydan dasturxon ep chiqib sanmoqchi bo'lib edi, chechini chiroyli kestirib, sayriq rangda bo'yib olgan 28-29 yoshlar chamizidagi chiroyli xonim. Bo'ldi aka, ortiqcha qayib ketmisizlar. Bizning yana boshqa ishlarimizmi bor? Bayasiligimu kelish maqsadimizni aytdik. Amdagi gapga kelsak, Noyilik ma'rif idorasi, partikom va boshqa munosabatlik o'rinlarning muzokara qilishi orqali oliy maktabni bitkazib bo'g'ichi ketadigan barliq chiqimlarni ko'tarib etishni qaror qildik. Bu bizning qizlarga qilgan ozg'ina yordamimiz. Qizlari bakma aqlli qizgan. Uni texim yaxshi o'qisalar. Rahmat xonim. Ko'p rahmat. Shu munosabatlik o'rinlarga mening rahmatimni aytib qo'ysa. Sadir Ravob bularni xuddi tushida ko'rgandek angladi. Shunchalik xush bo'ldi. Ko'ziga hech nima ko'rinmadi. Rahbarlar ishdan chiqquncha to'xtamay rahmat aytib, minnatdorligini ifodaladi. Bir dehqon oilasi uchun buningdan ortiq xo'shallik bo'lmasa kerak.
ana shu xo'shalliqlarning shahidi, sadir ravab kutgan shu tep-tinch yillarning husuli javlasi siftida ruxsar umrida chiqib baxmagan temir maxluqqa o'ltirib, necha ming kilometr yiroqlikdagi markaziy shaharga qarab ketyotadi. Voy, nimachi xiyol jannasiz? Xiyolga bir chekavasingiz, bir qo'lingizdan tatib ib chiqolmagacha xiyol qilaverdikansiz. Adilaning jarangliq kulkisi ruxsarni cho'chitdi. Nima xiyol qilib ketganding shuncha tatliq? Shu uydagilarni o'ylab qopdiman. Nima deydigan sen? Tex maktabga kelmasdan o'g'lon sig'ini qilib tursang, bir yilni qanday o'tkazasan? Onasi g'o'ras. İkisi özləri toymasdınla yedirqaş və natanışlıqның hidlərini pürtüb turduğan sizləşlərdən səlləşki düşdü. Bəlkim bu ulanın dostluğunun müqaddimisi sübtüdə əslimi varaqlarına yazılğandı, hə? Adilə bilən Ruxsar məktəbə kəlgəndən keyin özlərini məktəbə tizimlitib degəndək bir günni ötkizib etdi. Ruxsarning tunji kuni ajoyib hayronlik va yangicha makonga bo'lgan zo'qlanish, qiziqish, yetirqash ichida o'tdi. Ilmi yatdi. Adilaning yo'li bo'g'ashqa, o'quvchi tizimlash ishxonasidagilarni qoyil qilib, Ruxsar bilan bir yotoqqa o'rinlashdi. Buningdan Ruxsarmo qavatla xush bo'ldi. Tamamen yangicha muhit, yangicha turmush, yangicha odamlar. Hamma notanish joyda Adila Ruxsarning tunji yo'lanchiga edi. Adash, uydagilarga telefon qilib ularni xotirjam qilib qo'yay. Haqchan dadam opam telefonga qarab o'ltirib taqasa bo'lib ketgandi. Kashlik tomoqni yeb yotoqqa kirgandan keyin Ruxsar Adilaga shundoq degach, dadasi yo'lliq tutgan basmaqliq telefonni elib, o'zining uyining nomerini bosdi. Voy! Telefon nachini dudutlab olandi. Telefonni olgan Sadir Ravab edi. Voy dada, yaxshimi? Men Ruxsar. Bu yoqqa sog'-salomat kelib oldim. Ha, mendan xotirjam bo'linglar. Undaq bo'lsa, yaxshi bo'pti qizim. Opang qozon qumishlarni yuyayotgan. Uning senga deydigan jiq gaplari bormish. Sen poyizga chiqqandan boshlab bir g'alva qilgan turibdi. Qizimga gap qilma deb. Ertagicha vaqting bo'lsa, telefon qilasan. Ma'qul dada, bildim. Mening onamga deydigan jiq gaplarim bor. Haras, dada, mening o'miqimchi? O topshiriq ishlayotadi. O topshiriq ishlayotadi. Menmo yaxshi o'qib, ocham ketgan maktabga boraman. Uning bilan birga o'qiyman deb o'zichila maktabdan kelgandan boshlab topshiriq ishlab ketgan. Qara o'maqliqini uningga aytib qo'ying. Agar yaxshi o'qimasa qo'liqini tishlayman jimo. Ma'qul qizim. Xo'sh amsa. O'zingni asra. Degan gaplarim esingda tursin. Ma'qul dada, sizlar o'zinglarni asranglar. Xo'sh. Telefon qo'yildi. Ruxsar ko'ngli yerim bo'lgan holda karvatida o'ltirib qoldi. Men bo'lding tatliq. Ko'ngling birdan-bir yerim bo'lib qoldi-ku seni. Hech bo'lmadi adash. Shu dadamning ovozini anglab, meni jig'i tutib qoldi. Voy, bo'ldi qilar, to'limishchanlik qilmay. Unda xodam nima qilatding? O'qiyman deb bu yerga kelib. Adila sal xafa bo'lgan edi. Ruxsar yosh lig'irlab qolgan ko'zlarini uningdan qochirdi. Adash, sen undaq deganing bilan men bu chaqcha ularning yenidan buncha uzoq ayrilib boqmagan. Shunga chidamaydi ekanman. Adila Ruxsarning gapiga javob qaytarmadi. Ko'nglida nim deydigan do'maq qiz uydan ayrilib boqmagan deydi. Nimanchi matto deganlarni o'yladi. Ammo o'zining sal oshirib etganini bilib, xiyolini boshqa yoqqa burib etdi.
amaliyotda Odilaning bunchalik ochiq yo'ruq va davrchan bo'lib qelishi Ruxsarga o'xshash sahroning bu so'g'isidan atlab boqmagan sodda qiz uchun hayron qolarliq ish bo'lsa, biroq Odila uchun odatdagi ko'rinish edi. Odilaning dadasi tusi sepi, qichqasi etiba cho'ng savdogar bo'lg'ashqa, uning mushundaq ko'zi echilgan oilada erkak qiz bo'lishi uning markaziy shaharning qizlaridan bakrak moda va davrga mos qilib o'stirgan edi. Anvar boy pul deganni ravris topadigan odam bo'lsa-mu, ammo pul topgan siri kibrlashib ketadiganlardan bo'lmag'ashqa, burunli qazo topgan ota-onasining chirig'ini o'chirmaslik uchun etiga keng sahroda o'ltiraqlashib qoldi. Uning bu dunyoda eng amroq narsadan uchi bo'lib, mehribon ayoli Mastura, umoq erkak qizi Odila va yaramliq savdo yordamchilarining qo'lida kun sari yurishayotgan zanjirsimon savdosi edi. Qiziga ziyoda amroq bo'lg'ashqimikin, Odila eg'zini o'malatib bo'g'icha deganlarni taqib beradi. Dadasining shuncha ko'yinishlariga yarasha Odilamu maktabda yaxshi o'qidi. Faqat uning davr bilan tang yetildirib olgan takabburligini hisobga olmaganda Odila ko'ngli yaxshi qiz edi. Haras, Odila, uydagilarni to'g'riliq so'rasam bo'lamdi? Odilaning sumkasidan grimlarni elib, texi bayla o'rnatib olgan aynakka qarab, bir naqshiga g'ing'ig'inicha o'zini tuzayotganiga qarab turgan Ruxsar zerikish his qildi bo'lg'ay, so'rab qoldi. Bo'ladi. Sana deb bermasam kimga deb beradi? Dadam cho'ng sodiga, opam oila ayoli. Uyda men yolg'iz farzand. Yig'ibla esam, dadam opam menga bekla amroq. Seningchi, sizlarning uydagilar nima ish qiladi? Ruxsar tamtirab qoldi. Dadam anam ikkilasi dehqon. Biz ikki bola. Bir singlim bor. Uning ismi Gulzar. Boya telefonda mening o'muqim deganda qo'yatdim. Shu o'xshamamdi? Shu. So'ng beklimas kim keldi jumu Ruxsar. Hijron guli. 3-qism. So'ng beklimas kim keldi jumu Ruxsar. Qandaqsiga? So'raydi Ruxsar Odilaning so'ziga hayron bo'lib. Sening o'moq singling bor ekan. Yana kelib sen o'xshash o'moqdi. Biroq men yolg'iz qiz degina. Ikkilisi g'ira uzoqcha paranglashib yetib qoldi. Ammo Ruxsarning ko'zlariga hech uyqu kelay demaydi. Tep-tinch ko'l suydak turmushdan davolg'ib turadigan shavqulliq daryoga o'xshaydigan turmushga to'satdan singib kirish. Zamonning u chetida qolgan go'zal sahra, qaynam toshqinlikqa to'lgan bu shahar, hammasi bir kundala almashdi. Bakli qiziq, bakli g'alita. Yana tugilib uxlayotgan Odila bu tonishish, bu yo'liqish nimachi tasaddubi? Odila boshqa dunyo, men bo'lsam boshqa bir dunyo. Ruxsar shundoq bosh oyog'i yo'q xiyollarni qilib, qachonlarda uxlab qolganligini to'ymayli qoldi. Faqat qin-qiniga singib ketgan biologiyalik soatining Ruxsar o'rnidan tur degan signali bilan o'rnidan turib soatiga qaradi. Texi sahar edi. Biroq u qayta uxlamadi. Kulkilik shaklda uxlayotgan Odilaga qarab, miyig'ida kulib qo'yib, o'rin ko'plarni to'jiblab chiqdi. Ruxsar o'zining o'rin ko'plarni qatlashiga bakla lazzatlanadi. Qizim, qiz bola degan muloyim, qo'li aplik bo'lishi kerak. Bo'libmi, mushu o'rin ko'plarni chiqqanda qo'lingizning uchida qatlasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa, qatlagan o'rin ko'plaringizni ko'rgan odam
sizni bek rassiz qizgan deb qoladi. Bu uning opisining boshlang'ishdan toki mushiyaga mong'ichi bo'lgan orliqda to'xtamay takrorlagan so'zi. Ruxsar kunda takrorlanib turadigan bu so'zlardan hech qachon zerikib boqmadi. Bir angliqda mushundaq kuyimchan onasi bo'lganidan faxrlanib keldi. Adila, tura, mashtalikqa chiqamiz. Soat 6ga yaqin bir qora yo'yinib tayinib darsga chiqishga tayyor bo'lgan Ruxsar tegicha uxlayotgan Adilani uyg'otdi. Voyjon, birdan uxlag'ili qo'ysang-chi. Vaqtni xib oldirg'u. Ajab bir. Adila Ruxsardan bezar bo'lgandek telefonning soatiga qarab qo'yib, g'o'dirg'inicha yostiqini quchoqladi. Ay, qiz bola deganmi mushu chaqishi uxlamdi. Onam menga qiz degan saharning barakati deganning qaqlash malikasi bo'lg'ashqa bir kundala yangi tanishlari bilan chiqishib ketdi. Biroq u Ruxsarni uchratgandala bu 5 yillik oliy maktab hayotida faqat Ruxsarga ishinib o'tishga ahd qilib o'tgan edi. Chunki u yangi davrning so'g'isi deb qaraydigan shirin shekar so'zliklarning yuzsizligini obdan biladi. Shundaqla ularni tishtirniqigacha o'ch ko'radi. Ruxsarning shundaqlarning yuzsizliklarining o'rniga ko'klab po'raklagan ashu oq ko'ngillik va samimiyligiga cho'nqur ishongan edi. Adilaning nazarida Ruxsar tabiiy o'maq, qalbi zamonaviyatning kirlaridan xoli farishta edi. Adilaning yangi davrning so'g'isi deb atilganlarning yuzsizligiga bo'lgan nafrati to'liq o'ttirning 2-yilligida o'qiyotganda shakllandi. U 2-yillikning 2-mavsumiga amdili chiqqan kunlarning birida sinfiga o'rimchilik bir o'g'il bola yetkilib keldi. Uning ismi Arafat bo'lib, egiz bo'y, kelishgan turqi sahra yigitlarining mardu-mardona, sodda ko'ngillariga singib qolgan qo'polligidan farqlanib turadi. Arafat yangi muhitga o'zining so'zmanligi, boshqalarga o'xshamaydigan ko'z qarashlari bilan tezla moslashdi. Sahra yigitlari uningga boshqacha hurmatni qarashib, kunda billa degidek o'ynashadi. Arafatning deyishicha, u bu maktabga dadasining xizmat munosabati sababli kelgan edi. Arafat kelib 2 oy bo'lganda Adila sinfidagi o'g'illarning ko'nglini rad qilib o'tgan. Qalbining bir yerlarida o'ziga osiy bo'lishiga boshlagan ajoyib shirinligining u tomon talmirayotganligini, necha kechalarni uyqusiz o'tkazganligini e'tirof qildi. Ras, xushchaqchaq, kelishgan, so'zman, yana kelib bilimlik Arafat Adilani o'ziga ram qilgan edi. Shu e'tirof qilishdan keyin Adila Arafatning atrofida chaqchaqlashib yuradigan qizlardan bezar bo'lishga, bara-bara ularni dushmanim deb qarashga boshladi. Uning barliq nervi inkaslarida Arafat o'zining oq atliq shahzodasi edi. Shunga shahzodaning yanida cho'gilab yurganlar uning nazarida ushtim-tut unib qolgan shumbuylar edi. Dal bir oydan keyin Adilaning zariqib kutishlariga malham bo'lib, baxt qushi uchib kelib, beshiga qo'ndi. Arafat Adilaga ko'ngil izhorini shirin so'zlarda zinnatlab, salom xatdan birni yozdi. Sevgi maktubidagi yozilgan shahla ko'zlik, o'maq chiroy, o'qiya kirpik degan qalbi romantika dunyosiga boshlaydigan qurlar Adilani shamdek ertavatdi. Adila qo'shildi. Qalb ishkini chekishga o'ylagan, ammo jur'at qilolmagan shahzodasining qizing hozir mening qo'limda. Agar uni hayot ko'rman desang, hozirli 1 million yen tayyorlab, qizing o'qiydigan maktabning orqasidagi jigdilik yo'lga kelgin. Saqchiga ma'lum qilg'ichi bo'lma. Bo'lmasa, qizingning jastinimi ko'ra olmaysan. Vay! Sen kim? Anvarbay allaqachon o'zilgan telefonga qarab titrab turib vaqirdi.
Onun g'azabdan so'qishqoq xo'rozning po'kinidek qizargan yuzlari mashlagandek titrdi. Aytinglar çocuğum bolalarım. Sizlar cho'qim bir ishni mendan yoshiryapsizlar. Odila zoti qayerga ketdi? Mening qizim zoti qayerga ketdi? Balalar yana jim turadi. Bir necha qiz Anvar boyga aytmoqchi bo'ldi-yu, biroq qo'rqib ketgachga beshini yuqori ko'tarolmay o'ltirishadi. Tog'a, bizni kechiring. To'satdan bayatdan beri bir yerga qarab o'ltirgan qari qo'mchoq bir yigit o'rnidan turib Anvar boyga qaradi. Boyasi so'rgandilar, ko'nglimizdagi gumonni sizga aytsak bo'ladi. Biroq sizga aytsak, Odilaga yuz kelmaydigandek his qilib, hech qaysimiz og'iz ocholmadik. Qaraganda, hozir Odilaning ahvoli chatoq o'xshaydi. Shunga men gumonimizni deb boqay. Menimcha Odila hozir ilqi Arafat bilan bir yerda bo'lishi mumkin. Arafat? Arafat degan kim o? Anvar boyning ko'zlari chekchaydi. Qarqumchoq yigit g'azabli ko'zlardan o'zini qochirdi. Arafat, Odilaning muhabbati. Nima? Anvar boy beshiga yo'g'on to'qmoq tekkandek andikdi. Alaqzada bo'lgan holda kimlargadir telefon qildi. Andin balalarga ilojsizlik bilan qarab. Kechiringlar bolalarım. Bugun yaxshi kutilmaydigan bo'ldim. Keyin cho'qim yaxshi kutib olaman. Dedi-da, kangri ho'ylig'i to'xtatilgan mashinasini g'uyunishtirib, haydagunicha Odilaning maktabining orqasidagi jigdilik yo'liga o'qdak yurib ketdi. 20 ga yaqin balalar chang-to'zang chiqarganicha ko'zdan g'oyib bo'lgan mashinaga qarab qilishdi. Yerga yo'shirilganligiga jazm qilib, tartibli holda izdavatqili 15 minutdan oshgan bo'lsa-mu, texicha biror jip uchi chiqmagan edi. Ular endi mangay deb turadi, jigdilik ichidan saqchilar birining qo'lini kayniga qayrig'inicha ip chiqdi. Anvar boy yuragi ansiz so'qqan holda saqchilar orasidan yurak parasini izladi. Ana Adila bir saqchining orqasida beshini to'van selib turadi. Buni ko'rib, uning yuragi pishildab etishdi. Ukam, qarg'ana. Qizim yig'lab o'tibdi. Yigit Anvar boyning yig'i arlash so'ziga javob bermadi. Bu umrida qizining ko'zlari qizarg'udek yig'lab baqqanini bilmaydi. Afsus, mana amtirikda qizi ashu atalmish muhabbatni deb yig'ladi. Tunji qitim uning ashu shahla ko'zlaridan azob chaqnadi. Bechora qizim. Anvar boy qiziga qarab, xeyli uzoqcha turib qolgandan keyin asta berib, buqildab yig'layotgan qizini bag'riga mahkam bosdi. Anvar aka, yana boshqa ishlar bormi? Saqchilarning qishig'i berib, ba'zi ishlarni o'qib kelgan yigit Anvar boydan so'radi. Hech yo'q ukam. Menga qizim bo'lsa bo'ldi. Beshimga kun tushganda yordamda bo'g'ininglardan ko'p minnatdor bo'ldim ukam. Rahmat sizlarga. Bo'ldi Anvar aka. Bundoq deyman. Sizning bizga qilib berganlaringiz oldida bu ish hech qancha ish emas. Aras ukam, saqchilar bir ishni aniqlabdimi? Mening jon paramni tutqun qilgan qandoq ablaqkan u? Ha aka. Yigit Adilaga lattada qarab qo'yib, gapini davomlashtirdi. Saqchilarning deyishicha, Adilani tutqun qilib, sizdan pul talab qilgani, dal Adilaning muhabbati degan qo'ng'il taqgan. Uning saqchilar deyishicha, o'zi har xumar uchun shunday qildi. Qolganini saqchilar so'roq qilgandan keyin aniqlab ondan bizga aytib beradigan bo'ldi. Nima? O zahar chekamdikan? Ha aka. Tasqapda mening yurak param bir mal uning qo'lida xazon bo'g'ini.
Ukam, qoldi ishlarni o'zing bir taraf qil. Mening endi bu ishlarni surishtirib, qizimning ko'nglini texmi yerim qilg'im yo'q. Elimi bu bechoram aran turdi. Ma'qul aka, xotirjam bo'ling. Yaxshi bir taraf qilaman. Rahmat ukam. Xafa bo'lmay, bugungi ishni deb besaramjon qilib qo'ygan og'inilardan menga vakolatan uzr so'rab qo'ygan. Men Odilani ilib uyga qaytay. Bo'ladi aka. Xotirjam bo'ling. Xo'sh ukam emsa. Anvar boy Odila Yurish bak ig'ir kapti. Bu yerga kelib, chekidig'ining quyrug'i uzilgan chaqda razil planini ishga selib, Odilaning piyiga chupdi. Saqchilar yana uning dadasining heroin setish chetishlik ekanligini aniqlabdi. Anvar boy yigitning gaplarini anglab, uzoqcha o'ltirib ketdi. Ukam, bu gaplar mush yerda qolsin. Odila o hayvonning haqiqiy abdi bashirisining o'zi nafratlandigandanmi razil ishkanligini bilsa, tugishib ketadi. Ma'qul aka, saqchilarga aytdim. Ular bu diloga munosabatlik bir ish bo'lsa, meni izlaydigan bo'ldi. Obdan qutsa ukam, o badniyatga chiqadak to'shib qo'ymagan. Qizimning ko'zidan oqqan yoshlarga badal to'lab, tegishlik jazosini tatsin. Ma, buni al. Nima bu? Voy, ko'p so'zlamay olsamchi. Ruxsar ikkisi maktabga kelib, shikoyatchi bo'lgan bir kuni Odila karvatida o'ltirib kitob o'qiyotgan Ruxsarga chiroyli o'ralgan bir qopni tutqizdi. Ruxsar qiziqishda bo'laqni echib edi, ichida boshqalarning qo'lida moda, ko'zida o't bo'layotgan aqli funni ko'rdi. Bu kimni? So'radi Ruxsar Odilaga savol nazarda tikilib turib. Sana sovg'a qildim. Kartamni silib ishlatgin ha? Uqmaganlaringni men o'gitib qo'yaman. Ha, bo'ldi. Yaxshi ko'nglingga rahmat adash. Men buni qabul qilolmayman. Voy, omoq adashim, to'la nazlanmay og'ina. Menma aldim qara, ikkimiz birga pishiltimiz. Olmasang xafa bo'laman jimo seningdan. Ruxsar Odilaning majburlashi bilan telefonni oldi. Kartini silib qo'zg'atdi. Qandoq ishlatalaydiganda qilamsan-ya? Ruxsar beshini lang'ishtib qo'ydi. Aras, telefoningga kod qachlab qo'ydim. Zerikkanda odam qo'shib paranglasang bo'ladi. Ruxsar yanala beshini lang'ishtib qo'ydi. Aslida u Odiladan kod degan nima deb so'ramoqchi edi. Biroq nemishqidir so'rag'isi kelmadi. Kunlar shu tariqada Odila bilan Ruxsarning do'stligini texnu tatliqlashtirib, oylarni qo'g'lab o'tib, oxiri ta'tilgami o'lashdi. To'ytgacha o'tib ketgan bu bir yilga yaqin vaqtda ikkisining turmushida alohida ishlarmi bo'lmadi. Bo'ldi degan taqdirdimi Odila yotoqdagi ikki qiz bilan qizdirishib qolganini deb Ruxsarning o'nimig'iniga qo'ymay, ikki kishilik yotoqqa iltimos qilib, urushqanning atsila ko'chib chiqib oldi. Odila qizdirishib qolgan qiz, u ikkisi o'rimchilik bo'lib, yotoqda sal cho'ngchilik qiladi. Ruxsar azaldan oq ko'ngil bo'g'ashqa Ipar bilan Nilufarning ba'zi odamni yaratmagandek qilib qo'ydigan gaplarini 4-qism. Bir kuni Odila Iparning Ruxsarni mazoq qilayotganining ustiga kirib qoldi. Ipar Nilufar ikkisiga muqtak qadilib turgan Odilani ko'rib, kuchuklanganicha Nilufarni ishtirib degadak yotoqdan chiqib ketdi. Hay Ruxsar, sen nimachi yuvosh? Aşı bir nimlar seni shuncha haqorat qismi? Hech bo'lmagandek turibsan-ku. Ulardan qo'rqamsan-ya. Iparlar chiqib ketgandan keyin Odila Ruxsarga ham ichi og'rigan, ham ochiqlangan holda Ruxsarni silkib turib so'radi. Yo'q Odila, ulardan qo'rqanim emas. Faqat necha yilgacha yotoqdash bo'lganligimiz uchun ularga ortiq gap qilmadim. Bir qara, seni bekla ahmoqkansan.
Bu degan oliy maktab sening sahroying emas. Chiroyli qo'ysang, atsi xafa bo'lmaslar deb hol so'rab kirdigan. Undaq o'zini bilmagan qanjiqlargacha o'zingni ko'ztib qo'yishing kerak. Bo'ldi qila adash. Mening ortiq so'zligim yo'q. Adilaning achchig'ida yurtini tishlab tortishidan ko'ngli og'rigan Ruxsar gapni uzib, kitobni qo'liga oldi. Nima qilsang qil? Mening gapim qulqinga qo'shaqmagandikan sening. Adila Ruxsardan xafa bo'lib maytatqinicha karvatiga chiqib, yutqini bilan yuzini purkab yetib oldi. Bu uning bu yerga kelib tunji qatam baldur yetishi edi. Biroq bu kecha xeyli uzungacha har ikkisi uxlamadi. Ruxsar Adilaning o'zidan ranjib qolganiga ichi mushuk tatlagandek bo'lib uxlayolmadi. Adila ihbar bilan Nilufarning adabini qandoq berish uchun takabbur jismida volildigan qisos uchqunlarining ichini qildek to'lg'ishidan uxlayolmadi. Ata Ruxsar zariqib ketgan ta'til. Ata Ruxsar ashu go'zal sahroyiga qarab o'tliq seg'inish bilan qaytadigan kun. İhbarlardan ayrılıp başka yataqqa chiqib olganiga 2 hafta bo'lganda Ruxsar atayin ihbarlardan Adilaning ularni o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'yganidan majrat kechirim so'rag'ashqimi uning ko'nglida dilg'unlik muqammagan edi. Ruxsar Adilaning ihbarlarni qanday qilib shuncha ko'p bolalar orasida o'sal ahvolga tushirib qo'yganini bilmasimi, ammo shu ish sababidan yotoqni ayrim qilib olganidan ko'ngli yerim edi. Qaytish tayyorligini qilgach, Ruxsar shu kundagi jidalni eslab qoldi. Qiynasan, Adila degan paskina. Ihbarning yotoq eshigini yerib tashlag'iday qattiq tepishi va chala bo'g'izlangan cho'shqadak sat ko'kirishidan kitob ko'rayotgan Ruxsar cho'chib ketdi. Qo'liga naushnik taqab bir naqshiga xiyoliy g'ingshib o'tirgan Adila boshda sal gangirab qoldi. Ammo chiroyi g'azabdan to'ng so'ymadak ko'kirib ketgan ihbarni ko'rib, telefonni tashlabla karvatdan tushdi. Ruxsar ularning alfaziga qarab ishning yaxshi emasligini bilib Adilani to'sib edi. Talatin muz yaqtirib turgan Filora, "Voy ishingni qila, sahrolik to'mpay. Sen bilan mucha ayrim deyishimiz texi." deb uni ishtirib orqasiga sandirtirdi. "Ha, nim bo'ldi? Bashchong so'zlaysan-ku? Avukini bo'lgan osonliqing oz kelib, xonachangning tasdigini yana sig'inib qolgan o'xshamamsa?" Adila ihbarni mastmagan holda dedi. "Zuvaningni ziqqan jo'q. Aldonkin qilganlaring uchun Filora ishkimiz bugun seni bir uchiq deb qo'yamiz. Addingdan bak eshib ketding sen bir nima?" İhbar shundoq deginicha Adilaning oldiga kelib, uningga chochlariga esilmoqchi bo'lgandek, Adila chaqalliq bilan o'zini qachirib, ihbarning yuziga kelishtirib birni soldi. Tasdak ovozi yotoq ichida aks sada bo'lib qaytdi. Ruxsar ushtimtut yuz bergan bu ishdan qo'rqib, bo'lingda tugilib qolgan edi. "O paskina!" O't bo'lib yeniyotgan yuzini daqiqa siylagandan keyin ihbar talvilacha Adilaga etildi. Mangdab turib qolgan Filoramo Adilaga yepishdi. "Bu qanjoq? Odam bo'lmaydigan paskina! Jinjalayotgan olvasti!" Eg'iz buzib tillashlar. "Voy jon, voy chechimni qo'yib deb echinishliq vaqirashlar birdamning ishtidalar yotoqqa liq odam to'ldirdi. Ularning qiyochiyalarini anglab kirgan qizlar, "Voy bo'ldi qilinglar, bo'ldi, o'shmanglar!" deb pomdaqlashib, bir-birining sochlarini yo'lishayotgan qizlarni ajirtdi. Yugurib kirishgan qaysi yotoqningdir qizlari ihbar bilan Filorani yotoqdan elib chiqib ketdi. Ruxsar jidalning besiqqinidan yuragi joyiga tushib, chuvilgan sochlarini o'ngshayotgan Adilaga qaradi. Uning yuzida tirnoq izi qolgan bo'lib, qon tapchirayotdi. "Onangni paskana, yuzimni mo'rlab oldi desa?"
o'g'ri mushukning pushtidan bo'lgan dayus. Bo'lar ruxsar, naslaringiz yig'ishtir. Yotoq bo'limiga tushib, 2 kishilik yotoqda yotamiz deb ko'chib chiqib ketaylik. Bundaq ajdada o'g'ri mushukdan bo'lganlar bilan bir yotoqda yotqichligim qolmadi mening. Adila ruxsarning o'ziga qarg'ini turib qolganiga birni qarab qo'yib, mo'rlangan yerini yumshoq lo'ngida surtgashdi edi. Bu bundaq qilsak yaxshi bo'lmasmikin adash? Azroq o'qishmaslikni deb yotoq yetgalsak sattiradi. Shunga bir necha kundan keyin achchig'ing besilganda aramizdagi o'qishmasliklarni tugitib, burunqidek o'ssak bo'ladi-ku. Yana shu paskinlarning dipini chilyapsan ruxsar? Acaba ularning qilganlari senga yetarlik bo'lmadimi? Adash, sen undaq deganing bilan bo'ldi qila. Qachonlik qarasa shundoq aşı bir nimalardan qo'rqib yurgan. Menga ko'p so'zlamay, tez nas keraklaringizni yig'ishtirib jinimga tegmay. Hozirla ko'chib ketamiz. Ruxsar Adilaning gap yemaydiganligini bilib, xalimgan holda nas keraklarini yig'ishtirishga boshladi. Uninggacha Adilaning urishib qolganini anglab, yotoqqa uning ikki do'sti kirdi. Voy onamay, qara, o'tishi maymunlarning Adilaning yuzini qilib etganni, voy jinim, boshqa yerlaring so'qdi-a. Egiz bo'yliq, bug'doy o'nglik, o'riqliqidan ayol iskelet qilga o'xshaydigan qiz, sal pakarroq, semizg'ina qizga shundoq degach, Adilaning yuziga vahimada boqdi. Voy yo'q adash, u bir nimalar men nim qila olaydi? Shu tasodifiy turg'inimda yuzimni mo'rlab oldi, ipor degan o'g'ri mushuk. Lekin men xeyli o'rvatdim uni. Bu chaqcha men u g'ayalardan ko'k po'zilar yenib chiqdi-ku deyman. Uchi tanglik kulibdi. Ha, qarag'anda ko'chib chiqay debsan-da? So'radi semiz qiz. Ha, shunday qilman adash. Bu mushuklardan jiq to'ydim. Yaxshi o'ylabsan, bizning yotoq qilib ko'chib chiqqana bo'lmasa, bir karvat beka. Bo'ldi adash, yotog'imga ko'chib chiqib olsam, ipar degan paskana ruxsarni yana bo'za qiladi. Talab qilib, 2 kishilik yotoqqa ko'chib chiqaman. Ha, semiz qiz ruxsarga qarab qo'ydi. Undaq bo'lsa, akal, nas keraklaringni biz yig'ishtirib beraylik. Hozirlik ko'chib ketgina bu tushmushuk paydo bo'lgan yotoqdan. Ikki qiz Adilaning nasi keraklarini ratlashga boshladi. Adila so'mkisidan kichik aynikini elib, ichida bir nimalarni g'udirganicha qizilga aylangan tirnoq iziga echinishda qaradi. Ruxsar nasi keraklarini taqlab, yotoqdan chiqay deb turishiga yuzi xili obdalla ishib qolgan ipar Nilufarni yo'liginicha yotoqqa kirdi. Adila ularning turqiga masxiri bilan qarab qo'yib, so'mkisidan yotoq ochqichini elib, iparning oldiga tashladi. Buni al paskana. Bu yotoqda endi yotmaymiz. O'zingga o'xshash mushkilliklarni akirib, yotqizib, tatlashni meningdan bakrak o'ygan. Aslida mo'rlashning qanday bo'ladiganligini bir ko'rsatib qo'yay degandim senga. O'zimning sendek mushukning avlodi emasligimni o'ylab, bo'ldi qoldim. İpar Adilaga bir eg'izmi gap qilamadi. Ko'zlarini olaytqinicha yotoqning o'ttirsida turib qoldi. Adila yotoq bo'limiga tushib, o'qituvchilar bilan bir haza so'zlashgandan keyin ruxsar ikkisi hozirgi yotoqiga ko'chib kirdi. Voy, umaq, yana nima xiyol sana chamadoningni ichib qo'yib, mumyodek o'ltirib ketibsan-ku? Adilaning noqishidan ruxsar to'xtab ketmay titrab ketdi. Voy qiziqsan-a, nimandaqsan? Gap qilmasa butdak o'tirdi ekansan. Gap qilib qo'ysam o'zingchi qo'rqib ketib qolsan taxi. Shu bir ishni o'ylab, o'zimni bilmagan holda xiyolga petib ketibman adash. Qaysi ishni? Yilqi chaqdagi yotoqdan ko'chib ketishimizga sabab bo'lgan yilqi jidalni-chu. Ha? Adila
Ruxsarning gapiga qaqaqlab kulyapti. Yiliqi ihbar degan bir nimaning mendan tayoq yeb harichi qilgan odamdek bo'lib qolgan jidalnima. Bo'ldi, o'ylama Ruxsar, o'tib ketdi. Qara, hozir seni bo'zaq qildigan mendan boshqa hech kim yo'q-ku. Shundaqda tatliq. Adila sho'xlik bilan Ruxsarning mangsiga suyib oldi. Ruxsar Adilaning tuyuqsiz qilgan bu qilqidan andekib yuzini ip qochdi. Voy, mana mushani qanday qilay endi? Voy bo'ldi, xijil bo'lmag'ina. Sana amroqliqimdan maslikim kelib, o'zimni tuta olmay shunday qilib qo'ydim. Ruxsar Adilaning ig'ziga tegmay so'zlashlariga qarab xush bo'ldi. Uningga amroqligi keldi. Shu tap Adila ko'ziga gulzordek ko'rinib o'tadi. Uni sendek o'maq, sendek sho'x edi Adila. Kimni deysan? Singlim Gulzorni. Voy, menga o'tib bora, endi qig'il ish topolmay, meni yig'lang'u singling bilan selishtirib o'tamsan, Ruxsar. Ish qilibchi, u yig'lang'i bo'lsin-u, qiliqlari senga o'xshashli o'maq. Qaraganda uni seg'inibsan-da, adash. Ha, bak seg'indi. Yana dadamni, opamni bak seg'indi. Atigi qanchalik taqozo bo'lganimni sen his qilolmaysan, adash. Adila Ruxsarga lappida qarab qo'yib, ko'zini ip qochdi. Uning ko'zlaridagi pildirlayotgan yoshlarni Ruxsar ko'rmadi. Voy, shu menni seg'indim, adash. Voy, senni seg'inamsan tehi erkakini. Bu gap sana yarashmadimi, yaqinlashmadimi? Ruxsar Adilaning yuzini mo'tab qo'ydi. Rost seg'indim, adash. Balkim sendami bakrak seg'indim. Yurtqa borsam dadamning bag'riga beshimni qo'yib uxlayman. Voy, nimalarni deb ketdim? Bo'ldi, atimingizga boshqa gaplarni qilaylik-chi. Aras Ruxsar. Nima? Yuzimga qarab turib ketding-ya? Yuzimga bir narsa yo'qib qolmagandi? Ruxsar yuzini silab qo'ydi. Yo'q, yuzingda hech nima yo'q. Qara, sana desam adash, agar o'g'il bola bo'lib qolgan bo'lsam, seni ep qochib amrimga olatdim, jimu. Voy, menga so'ram. Nima deganing bu? Tozimi bir. Ruxsar bo'yinlargacha qizarib, Adilani ishtirib etdi. Rastini desam, Ruxsar, sana bakla havas qilaman-jimu. Ortiqchiligini qo'yib turay. Musha o'maq chiroying bir munglik naqsha. Agar sen menga o'xshash yosini tarnib shurdigan bo'lsang-chi, ma'lum maktabdagi yigitlar orqangdan sap-sap bo'lib paypetak bo'lib ketishadi. Yo'qlar so'ram. Ruxsar pixildab kulayotgan Adilani qichig'dab neri ishtirdi. Voy, bo'ldi qila, cho'qchoq qilib qo'ydim. Rastini deganda Adila chaqchaq hisobida degan so'zlar Ruxsarning qalbining Ruxsar o'zini deb berolmaydigan yerlarga noto'nis sezim bo'lib singib kirdi. Voy, bo'sila deyman dadasi. Voy, nimanda qilla deyman. Elimi kechikib qilyapmiz. Ruxsar qizimiz keladi o davasa. Tazimi bir nisildab endi ijab ichini pishadi. Nemachi oldirtsan? Teg'i boldirg'u. Voy, sizlar unda deganlar bilan qizimni bir yil ko'rmay, seg'inib, ko'zim to'rt bo'ldi. Ma gapni ko'ring. Sizlarcha men Sodir Ravob qizini seg'inmabdi-da. Gapni oz qilib, oldingi kuni bozordan setib olgan qor chapnimni ichqib basla, yarashtirib kiyib olay. Ha, shunda qilsizlar. Atdigandala Sodir Ravobning beshini og'irtib turamagan Salima g'odarab qo'yib, hujra uyga kirib ketdi. Hey, mush ayolimiz, bu bir yil ichida oz g'alaba qilmadi. Yana mu yaxshi, qizimiz haftada bir qatim telefon qilib turibdi ekan. Bo'lmasa, sarang bo'ladi ekan bu xotin. Ravob oldin bozor kuni Gulzorning eg'zini o'mchaytib turib,
Dada, keyingi hafta ruxsar adam keladi. Aldığı çıraylık yasinib chiqqana. Deb tatlı gaplar bilan Ağuzxon xurum oyog'ini avaylab kelgach, o'z-o'ziga so'zladi. Masla, aslama chapanni. Salima chapanni ep chiqib, Sadir Ravabning mo'risiga yepincha qiltib qo'ydi. Voy, adam saati emas, kiyim saati degan gap ajab rostgina. Mana chapanni kiyib, yosh qiram yigitlardekli yashirib ketganini. Mahallaga chiqishlari amdisilari qash etib ko'zlarini uzolmaydigan cho'qonlar to'niyolmay qolarmi endi? Salima chapan boshqacha yarishib ketgan Sadir Ravabga qarab masliga kelib atay chiqishdi. Nadiki gapni qiladi ekansiz. Qos cho'qonlar u. Endi qeridoq. Ularning mendek qerib kuchidan qolgan bovoy bilan nima kori? Qarasala, silimo yangi kiyimlarni kiyib, to'lin oydak jo'lalanib ketiblar. Heli ko'chaga chiqqanda, yosh vaqtlarida yollardan agib ketilmagan yigitlarning ko'zlaridan o't chaqnab ketadigan bo'ldi-da. Osh, o'ta pasla. Unda qeri o'g'illarga qaraydigan ko'zim yo'q mening. Lekin za xotin. Menmo qeridim hozir. O'xshamayla dadasi. 18 yoshda yuragimga tutashgan o't bilan silamangu yosh. Sadir Ravab Salimaning gaplariga miyig'ida kulib qo'ydi. Bu kulishlar uni 30 yil avvalgi menga unutilmas aslimalarga qaytardi. Sadir shirdak kuchga to'lib, kiyikdek qiyg'itib yurgan shirmat chaqlarida amdila 18 yoshning qarisini olgan Salimaga ko'ydi. Salima o'z vaqtida mahallada kimgan desa teqimlargacha tushib turadigan uzun sumbul chachlari bilan Salima sumbul chash deb yigitlarning ko'zidan o't chiqarib qiz edi. Sadir shu chaqda Salimaga kuygini naqshsiga aylantirib, Hafiz Ravabga shogird bo'lib, necha oyda Ravab chelishni qaynavatgan qozonga suv quygandek hammasini o'ziga qaratqudak o'rgandi. O Ravab chammagan to'y. Ravab chelib usulga tushmagan mashrab bo'lmaydigan shu yillari Salimamo o'zimi bilmayla Sadirga kuyib qoldi. Yurak suysa, ko'ngil ming chaqirim yiroqlikda bo'lsin u suv icha degandek Salima bilan Sadir kuyishib 1 yildan keyin oddiyla to'y qildi. Sadirning shuncha asalla mahallaning sumbul chashliq go'zaliga o'ylanib olishi, Salimaning uyining kaynidan agib ketilmagan shu yigitlarni alamda qo'ydi. Hap, bu Ravabchi tazg'a mushtimizning ta'mini testib qo'ymasak bo'lmaydigan o'xshaydi juma. Shuni dangla. Bizmo otamizning eg'zida balli o'g'il bola deb cho'ng bo'lgan. Shu ko'ynikimizni yertib tashlasak, maydimizda erkaklik tukuba erkak biz. Sahra yigitlarining shimishki chiqishqash qiladigan gaplarimi yilning o'tishi bilan ko'liga tushgan toshtekla yo'qib ketdi. Hoy adam, bug'doyliqqa tikilgan qaranchiqda ketib qoldigu. Bo'sila deyman. Asiyalklarni qo'zg'asizlar. Saladigan nasib bo'ldim. Nomusoq kechikib qolamiz. Ha, mana hozir. Sadir Ravab tabassum jilva qilgan yuzlaridan aslimlarining oxirgi varaqlarini yepib, tal barimining ostiga to'xtilgan toksikletni qo'zg'atdi. Voy bo'lunga doda, nimandaq misildaysiz? Hammasi kep bo'ladi, ile adamlar kep qos ulgurmaymiz. Mana qizim. Hozirla boramiz. Allaqachon toksiklet ko'zubiga chiqib tayyor bo'lgan Gulzar dadasini oldiratdi. Chang o'ltiringlar, mangdoq. Toksiklet yurib ketdi. G'ur-g'ur shamol ularning yuzini suyib erkilatmoqda edi. Avgust shamollari yuzlarini suyganda ular bir uchirma qushni uzatgan edi.
endilikdə cheksiz siyg'inish, mehr bilan ashu uchirma qushni, bir jazibdor qushni bag'riga besish uchun mengayotadi. Bundaq talpinish, bundaq seyish naqadar shirin. Sadir Ravab xeyli uzoq yo'l yurib, poyezd stansiyasiga keldi. Qizi chiqqan poyezdning bekatga kirdig'iniga yana ozroqla vaqt qolg'ashqa, kutish zalida saqlab turish uchun zalga mandi. O'ltiringlar onasi. Nemandoq putugi o't tutashgan mozaydek, eli uyon, eli buyon mengim. Ko'zimning ichini pushiralar. Sadir Ravab Salimaning jim turolmaslik kesili bor odamdek o'rnida o'ltirmay menishlaridan zerikdi bo'lg'ay so'radi. "O, işte, ishlarni qislar dadasi. Men mangsam o'zimning putida mangdim. Boshlarga dastab mangmagandikin, o'ltirishlarni o'tiraverasizlar. Va shu qizim qachon poyezddan chiqarkin deb, ishim tutildab ko'zim to'rt bo'layotsa, deb yuradigandim odam, o'zining o'ltirishini bilmay." Salima Sadir Ravabning mundaqla degan bir eg'iz gapiga bir patmonni g'udirdi. Bo'ldi. Gap qilmabdimi? Xotin haqni za. Ha, xotin haqqi nim bo'pti? Hech nima. Sadir Ravab oxirgi gaplarni yutibdi. Seg'inish. Rostilla saron qilibdi juma bu onasini. O'jo, dada, ocham qachon keladi? Bu yerda saqlayotqilini ekan. Tegacha chiqay demaydi-ku. Keladi bolam. Oz qoldi. Salima Sadir Ravabning o'rnida Gulzarning seg'inishli savoliga javob berdi. "Turadi dada, adam chiqqan poyezd hozir bekatga kirdi ekan." Yursizlar onasi. Gulzar kutish zalining radio usulidan hadisi chiqqan poyezdning bekatga kirgilayotganligini anglab, dadasini oldiratdi. Dirtishib Sadir Ravab yeshiga munosib bo'lmagan chaqqonlikda o'rnidan turib, poyezd kirish eg'siga qarab shukirdi. "Oy, qarislar dadasi, ha qizimiz ana." Vagon-vagondan tushayotgan kishilar to'pi arzidan qizini izlayotgan Salima qizini ko'rib xo'shallikdan vaqirvatdi. Ruxsarmi bir qarabla o'zini saqlab turgan onasi, dadasi va Gulzarlarni ko'rdi. Uzoq yo'l yurib, erib ketganiga qarmay, eg'ir chamadonni so'ragunicha o'ziga quchoq ichib yugurayotgan o'niq singlisining oldiga shukirdi.